Mingdan ortiq oilalarni farzandli bo'lishiga shu paytgacha hissa qo'shganmiz. Balki undan ham ko'pdir, chunki bir kunda 20 ta, 30 tacha bemorlar keladi va ularning ichida aksariyati aynan bepushtlik masalasi bo'yicha kelgan juftliklar hisoblanadi. Ularning kasalliklari har xil. O'sha bepushtlikning har xil turlari bor. Ba'zilarida yengil, ba'zilarida og'ir. Lekin mana Xudo bizni sababchi qilgan ekan, ularning barchasida yechimni qilganmiz va hozir ularning oilasida chaqaloq ovozi eshitilishiga o'zimiz sababchi bo'lganmiz. Bunga Xudoga mingdan ming shukrlar aytamiz. Xo'p, bugun aynan mana shu bepushtlik bo'yicha, farzand ko'rish masalasi bo'yicha qanday o'sha turlari borligi va ularda qanday yechimlar qilinish kerakligi haqida gaplashib o'tamiz. Meni ismim Jahongir, familiyam To'raxonov, urolog, andrologman. 4 yildan beri o'zimning faoliyatimni olib boraman va mana shu faoliyat davomida 2000 dan ortiq turli xil urologik, andrologik operativ amaliyotlarni bajarganman. Birinchi o'rinda bitta narsaga to'xtalib o'tishim kerak. Ko'pchilik bu narsaga aniq tushunmaydi. Bepushtlik bu nima? Aynan birlamchi bepushtlik diagnozini biz odatda qo'yganimizda aynan bitta ikkita o'sha narsalarga e'tibor berishimiz kerak. Bepushtlik diagnozini qo'yishimiz uchun ayni bir juftlik, ya'ni er-xotin hech qanday dori vositalarsiz, konservativ o'sha farzanddan saqlovchi har xil preparatlarsiz 1 yil mobaynida birga aloqa, doimiy regularniy aloqa qilsa-yu va 1 yil mobaynida hech qanaqangi yangilik bo'lmasa, farzand bo'lmasa, ayni oila uchun bu birlamchi bepushtlik kasalligi hisoblanadi. Endi bu bepushtlikda erkak hamda ayol faktori rol o'ynaydi azizlar. Ayrim oilalar bizlarga keladi, aynan eri keladi, erini tekshiramiz, hech qanaqangi muammo bo'lmaydi. Lekin bizdagi o'sha ginekologlar uni ayolni tekshirganda qanaqadir ayolida reproduktiv muammolar chiqadi va aynan uning homilador bo'lishiga bu narsa ta'sir ko'rsatgan bo'ladi. Aynan bu oilada birlamchi bepushtlik ayol faktori bilan davom etadi. Ayrim oilalar keladi, erida ko'rinib turgan qandaydir muammo bo'ladi. Aynan bu oilada esa birlamchi bepushtlik erkak faktori bilan davom etadi. Endi esa aynan erkak faktori haqida bugun gaplashamiz sizlar bilan. Aynan erkak faktorida qanaqangi kasalliklar bepushtlikka sabab bo'ladi va bu kasalliklarni qanday to'g'ri tashxislash va bu kasalliklarni hozirgi zamonaviy urologiya, andrologiya sohasida qanday davolash mumkinligi haqida gaplashib o'tamiz. Erkak faktorida birlamchi bepushtlikka sabab bo'luvchi turli xil omillar mavjud. Aynan erkakning bepusht bo'lishida ham yengil turlari hamda og'ir turlari mavjud. Eng yengil turlarga keladigan bo'lsak, spermogramma analizi deymiz, biz urug' analizi. Aynan urug' analizida 4 ta kategoriyani biz sanaymiz. Bularning birinchisi urug'larning soni, ikkinchisi urug'larning harakati, uchinchisi urug'larning tirikligi, to'rtinchisi urug'larning morfologiyasi. Mana shu 4 ta ko'rsatkichdan qaysidir birida muammo bo'ladigan bo'lsa, bu erkak kishidagi o'sha bepushtlikka sabab bo'luvchi eng yengil omillardan hisoblanadi. Xoh u soni bo'lsin, xoh harakati bo'lsin. Endi mana shu 4 ta ko'rsatkichdan barchasida muammo bo'ladigan bo'lsa, bu nisbatan o'rtacha og'ir turdagi bepushtlikka kiradi. Endi do'stlar, tasavvur qilinglar, mana shu 4 ta ko'rsatkich emas, umuman erkakda eyakulyatda, suyuqlikda umuman bir dona ham urug' chiqmasligi mumkin. Bu azospermiya kasalligi deyiladi. Bu erkaklar bepushligining eng og'ir turi hisoblanadi. Ya'ni erkak masturbatsiya qilganda yoki aloqa qilganda suyuqlik chiqadi, lekin suyuqlikni mikroskop tagida biz ko'rganimizda tarkibida umuman urug'lar bo'lmaydi. Aynan mana shu joyda ham bitta narsaga e'tibor qaratib o'tishim kerak. Ko'pchilik aytadi, menda aloqada yoki masturbatsiya qilganimda zo'r suyuqlik chiqadi. 1 metr, 2 metrga otilib chiqadi. Men sog'lomman deydi. Buni ko'pincha uylanmaganlar yoki uylanib ham yillar davomida o'sha ayolini bosqichma-bosqich o'sha doktorga aylantirib yurib, o'zi doktorga bormaydigan erkaklar aytadi. O'rtoqlar, bitta narsaga e'tibor qaratishinglarni so'rab qolaman. Aloqada yoki masturbatsiyada suyuqlik chiqdi degani, bu siz ertaga bolali bo'lasiz degani emas, yoki o'sha suyuqlikning tarkibida urug' bor degani emas. Aynan tuxumlarda spermatozoidlar ishlab chiqariladi, urug'lar. Va mana shu sizda bo'shangan paytingizda chiqadigan suyuqlikning tarkibidagi urug'lar ushbu suyuqlikning 5-10% ni tashkil qiladi. Tasavvur qilyapsiz, misol uchun 1 litrlik suyuqlik deydigan bo'lsak, shu 1 litr suyuqlikning 100 millilitri mana shu urug'lar. Qolgan 900 millilitri bu prostatadan, seminopuzurkadan chiqadigan suyuqlik hisoblanadi. Ya'ni sizda suyuqlik chiqyapti degani, bu urug' bor degani emas. Xoh uni hidi boshqacha bo'lsin, rangi boshqacha bo'lsin, hech qanaqasiga uni vizualni ko'z bilan ko'rib, tarkibida urug' bor yo'qligini siz bilmaysiz. Uni faqatgina laboratoriya sharoitida aniqlash mumkin. Shuning uchun, hurmatli uylanmaganlar, bo'shanganingizda, aloqada, masturbatsiyada suyuqlik chiqayotganida men sog'lomman deb o'ylamanglar. Buni faqatgina spermogramma tekshiruvida aniqlash mumkin. Endi ikkinchi kasallik bor, bu aspermiya kasalligi. Endi aspermiya kasalligi nima deydigan bo'lsangiz, azospermiyani aytdik. Suyuqlik chiqadi, bo'shanadi, lekin tarkibida urug' bo'lmaydi. Endi aspermiya kasalligida umuman suyuqlikning o'zi chiqmaydi. Erkak aloqa qiladi,
bo'shanganlik hissini his qiladi, bo'shangandek his qiladi, lekin bir tomchi ham tashqariga suyuqlik chiqmaydi. Bu ham erkaklar bepushtligidagi eng og'ir o'sha turlardan biri hisoblanadi. Endi aspermiya kasalligining ham o'zining turlari bor. Bu retrogradniy eyakulyatsiya bo'lishi mumkin, ya'ni urug' mochoy puzurga, sidik qopiga chiqib ketayotgan bo'lishi mumkin yoki boshqa sabablar. Mana shu sabablarni bartaraf qilish haqida va aniqlash tekshiruvlar haqida hozir gaplashamiz. Kelinglar, birinchi eng yengil turlardan boshlaymiz. Endi do'stlar, hozirgina o'sha azospermiya hamda aspermiya kasalligi haqida gaplashdik. Mana shu azospermiya kasalligini men sizlarga oddiy tilda hozir tushuntirib beraman. Bu narsani tushuntirish ham juda ham qiyin. Bemorlar bu narsani qabul qilish qiyin bo'ladi. Buni to'g'ri tushunishimiz kerak. Aksariyat bemorlarning tibbiyotdan xabari yo'q. Bu narsani chuqurlashtirib ularga tushuntirgan bilan tushunish qiyin bo'ladi. Oddiyroq tilda tushuntiraman. Tasavvur qiling, bu erkak kishining reproduktiv sistemasi. Bu tuxumlar, tuxumdagi o'sha urug' yo'llari, bu sidik qopi, tagidagi prostata bezi hamda tashqi chiqaruv kanali, ya'ni erkak kishining jinsiy asbobi. Endi tasavvur qiling, urug'lar mana shu tuxumlarda ishlab chiqariladi. Erkak kishining urug'i, ya'ni spermatozoidlar mana shu tuxumlarda ishlab chiqariladi. Boshqa joyda ishlab chiqarilmaydi. Xudo shunday yaratgan. O'zi mana shu tuxumlar ikki xil moddani ishlab chiqaradi. Birinchisi spermatozoid, ikkinchisi testosteron. Bo'ldi. Vazifasi shu. Endi mana shu ishlab chiqarilayotgan spermatozoid, ya'ni urug'lar mana shu urug' yo'llari orqali kelib, bu yerda seminoid puzurkaga quyiladi. Seminoid puzurka orqali prostataga hamda prostata orqali tashqi muhitga chiqariladi. Endi mana shu seminoid puzurka hamda prostatadan boya aytgan suyuqliklar ham ishlab chiqariladi. Ya'ni urug'larni harakatini yaxshilash uchun ishlab chiqariladigan suyuqliklar. Bu tashqariga chiqadigan suyuqlikning 80-90% ni tashkil qiladi o'rtoqlar. Endi tasavvur qiling, mana shu joyda to'siq bor. Mana shu yo'lida to'siq bor yoki mana shu yo'li tug'ma yo'q. Endi bu yerdan ishlab chiqarilayotgan urug'lar tashqariga chiqa olmaydi. Tashqariga faqat mana bu seminoid puzurka va prostatadagi suyuqlik chiqadi. Natijada sizda azospermiya bo'ladi. Ya'ni urug' foizlari 0 holatda bo'ladi. Mana shu yerdagi to'siq holatida sizning tuxumlaringizdan urug' chiqish ehtimoli 90% bo'ladi. Va urug' chiqsa, sizda EcoXY qilish amaliyoti farzandli bo'lish ehtimoli va hamda agarda yo'llarida qandaydir to'siq bo'ladigan bo'lsa, ertaga mana shu yo'llarni tiklash amaliyotini bajarish orqali mana shu urug'larni tashqi muhitga ham tabiiy holda chiqarish yo'llari mavjud. Bu zamonaviy andrologiya sohasidagi murakkab andrologik operatsiyalar orqali amalga oshiriladi. Buni hamma joyda ham, hamma viloyatda yoki hamma respublikada ham qilishmaydi. Maxsus zamonaviy andrologik sentrlarda qilishadi. Va biz bu amaliyotni 4 yildan ham oshiqroq vaqt bo'ldi bu amaliyotni bajaramiz. Minglab bemorlarda bajarganmiz va xudo xolasa hozirgi kunda statistikalarimiz yaxshi. Endi ikkinchi holatga o'taman. Aspermiya holati, ya'ni umuman suyuqlikning tashqariga chiqmasligi. Bunda urug' yo'llarida yaxshi bo'ladi. Birinchi turda, ya'ni retrogradniy eyakulyatsiyada urug'lar keladi, seminoid puzurkaga quyiladi, prostataga o'tadigan chastda mana bu mulyajimizda tushuntirib beraman. Mana bu sidik qopidan tushadigan yo'l. Bu o'sha seminoid puzurkadan keladigan urug' yo'li. Sidik yo'li doimo qachonki erkak kishi bo'shanayotgan paytda yopiladi. Qolgan paytda inson o'sha peshob chiqaradi. O'sha paytda ular ochiladi, bu yoqdagi urug' yo'llari yopib turadi. Lekin ayrim o'sha kasalliklar sabab yoki yoshlikda o'tkazilgan har xil infeksion kasalliklar sabab bemor bo'shanganda tepaga ketadigan o'sha sidik yo'liga, sidik pufaga ketadigan yo'llar ochilib qoladi va chiqayotgan urug' tashqariga emas, tepaga, sidik pufaga chiqib ketadi. Buni ham o'sha zamonaviy laboratoriya sharoitida sidikdan urug'larni aniqlash natijasida tekshirish mumkin va bunda eng yaxshi yo'li tuxumlarni operatsiya qilamiz, tuxumlarning ichidan urug' olamiz va EcoXY orqali farzandli bo'lish. Sababi sidikka chiqib ketgan urug'lar sidikning tarkibidagi har xil zararli moddalar hisobiga ular yaroqsiz bo'ladi, DNK fragmentatsiyasi buzilib ketadi va ularni keyin EcoXY ga ishlatib bo'lmaydi, shuning uchun tuxumdan sveji olish kerak bo'ladi. Bu azospermiya hamda aspermiyani qisqacha tushuntirilishi edi. Endi o'sha yuqoridagi mavzuga o'tamiz, ya'ni bepushtlikning eng yengil turlarida qanday yechim qilish kerak va qanday tekshiruvlardan o'tish kerak. Do'stlar, spermogramma tekshiruvi hamma joyda bor. Oddiy poliklinikalarda ham bor, klinikalarda ham bor, lekin spermogramma analizini tekshirish bilan tekshirishni to'g'risini aytsam, farqi juda ham katta. Har qanday sohada ham o'zining yaxshi sohasining ustasi bo'ladi va endi o'rganayotganlar bo'ladi yoki o'sha eski metod bo'yicha o'sha sohada qolib ketganlar bo'ladi. Shaxsan o'zimni tajribamdan kelib chiqib aytaman. Qaysi hududligi, qaysi respublikaligini aytmayman, lekin o'sha xizmat safariga bordik. Biz xizmat safarida bemorlardan urug' analizini tekshirishimiz kerak. O'sha biz borgan klinikani o'zini laboratoriyasida ishlaydigan xodim bor ekan. U embriolog emas. Embriolog kimligini hozir bundan keyin to'xtalib o'taman. O'zi o'sha laborant bor ekan, bu spermogramma analizini tekshiradigan. Mana bir 10-15 ta bemorimda spermogramma analizini tekshirib berdi. Spermogramma analiziga qarayapman. Umuman bu analiz ishonarli analiz emas.
hayotda bunaqa narsa bo'lishi mumkin emas. Keyin oldiga chiqib bordim. Qanaqa tekshiryapsiz dedim. Tekshiruv jarayonini ko'rdim. Umuman eskicha usulda, dabdala. Unga bemorga o'zi bepushtligiga tashxis qo'yishimiz uchun eng bizga muhim bo'lgan tekshiruv bu spermogramma. Endi spermogramma tekshiruvini ham dabdala qilib tekshirgandan keyin bu bemorga hech qanaqangi to'g'ri diagnoz qo'ya olmaymiz. To'g'ri diagnoz qo'yilmagandan keyin bu bemorda to'g'ri yechim qila olmaysiz. Chunki to'g'ri diagnoz qo'yish 80-90% to'g'ri yechimni topdik degani. Keyin men o'sha laborantga tushuntirib berdim, qanaqa tekshirish kerak. Spermogramma analizini qanaqa tekshirish kerak, A kategoriya tez harakat qiluvchi spermatozoidlarni qanday aniqlash kerak, morfologiyani qanday aniqlash kerak, sonini qanday aniqlash kerak deb tushuntirib berib, o'sha bemorning analizini qayta tekshirganimda yer bilan osmoncha farq bor. Shuning uchun spermogramma analizini ham ayrim joylarda topshirib, zo'ragan deb ayolingizga yoki uydagilaringizga da'vo qilib, menda hammasi yaxshi, men sog'lomman, sen kasalsan deb vaqtni o'tkazib, o'zingiz uyda oyoqni ko'tarib yotganingiz bilan foydasi yo'q, vaqtni yo'qotgan bo'lasiz. Aynan bizning klinikada embriolog ishlaydi. Ya'ni o'sha spermogramma analizini ko'rish uchun u o'sha oliy ma'lumotli bo'lib, o'sha 4 yil, 5 yil institutda o'qigan. U maxsus o'sha o'zining reagentlari yordamida spermogramma analizini tekshiradi. A kategoriya tez harakat qiluvchi yoki B kategoriya sekin harakat qiluvchi soni yoki morfologiyasini zamonaviy Kruger o'sha morfologiyasi o'lchaydi va mana shu tekshiruvlarga qarab sizda tabiiy homiladorlikka qay darajada imkoniyatimiz bor yo'qligini aniqlashtirib olamiz. Va o'sha spermogramma analizidagi ko'rsatkichlarning past yuqoriligiga qarab sizga diagnoz qo'yiladi. Bu o'sha boya aytganimdek, bepushtlikning yengil turlarida qaysi ko'rsatkichlari past bo'ladigan bo'lsa, o'sha past bo'lishiga olib keladigan omilni bartaraf qilamiz. Ko'pchilik joylarda yodlab olgan, dorilarni shablon qo'ygan, qaraydi. U soni kammi, morfologiyasi pastmi, sifati buzuqmi, o'likmi, harakati yo'qmi, farqi yo'q. Bir xil dori yozadi hammaga. O'rganib olgan shu dorini. Ish bersa ish berdi, ish bermasa haligi dorini olib yuraveradi. Lekin zamonaviy andrologiyada spermogramma analizining har bir tahlilida qanaqadir kamchilik bo'ladigan bo'lsa, aynan o'sha tahlilni, o'sha kamchilikka sabab bo'lgan omil nima? Masalan, bir bemor keldi, urug'ining soni yaxshi, 100 millionta urug'i bor. Morfologiyasi bilan harakatida muammo bor. U bemorni birinchi so'rab surishtirish kerak. Nima ish qilasiz? Qanaqa zararli odatlaringiz bor? Kechasi nechida uxlaysiz, qanaqa gadjetlardan foydalanasiz yoki kundalik turmushda qanday o'sha elektronikalardan foydalanasiz, qayerda ishlaysiz, siz ishlaydigan joyda kimyoviy nurlar, kimyoviy moddalar yoki qanaqadir zararli hidlar chiqmaydimi? Hammasini surishtirgandan keyin siz o'sha harakatga pasayishiga yoki morfologiyani pasayishiga olib keluvchi omilni aniqlaysiz. Kerak bo'lsa qo'shimcha tekshiruvlar qilasiz va keyin o'sha omilni birinchi bartaraf qilasiz. Misol uchun bemoringiz doimiy chekuvchi. Uni chekishini bartaraf qilasiz. Yoki kechasi uxlashi pala-partish, uni uyqusini normaga keltirasiz, ovqatlanishini normaga keltirasiz, sport bilan shug'ullantirasiz va harakatini yaxshilovchi dori preparatlar berasiz. Va shundan keyin sizda rezultat yaxshi bo'ladi, sizdagi ko'rsatkichlar tezda yuqoriga ko'tariladi. Aytib o'tishim kerak, spermani morfologiyasiga, soniga, harakatiga, uni tirik o'likligiga yoki yopishqoqligiga eng katta ta'sir qiladigan insonning o'zidagi omillardan biri bu varikatsiyalik kasalligi. Varikatsiyalik kasalligi haqida esa boshqa podkastlarda yoki boshqa o'sha keyingi YouTube ko'rsatuvlarimizda batafsil gapiramiz, chunki varikatsiyalik kasallikning o'zi umuman juda ham bir katta tema. Uni tushuntirish ham juda ham ko'p vaqtimizni oladi. Hozir faqat bepushtlik haqida. Xo'p, bepushtlikning yengil turlari ketdi. Uni davolashni hamda uni qanday tekshiruvlarni bilib oldingiz. Endi og'ir turlardagi tekshiruvlarga kelamiz. Yuqorida aytgan o'sha azospermiya kasalligi. Do'stlar, bizni oramizda, aholi orasida urug' foizi 0 bo'lgan bemorlar juda ham ko'p. Buni faqat sizlarga aytishmaydi, ular o'zida sir saqlashadi. Azospermiya urug' foizi 0 bo'lgan bemorlarning aksariyatida umidlari so'nib bo'lgan. Chunki ular yillar davomida xarajatni qilgan, doktor borgan, ukol ham olib ko'rgan, dori ham yeb ko'rgan, tabibga ham borib ko'rgan, hech qanaqangi o'sha effekt olmagan. Hech qanaqangi effekt rezultat olmagandan keyin ularda umid so'nib bo'lgan, bo'ldi, endi bolali bo'la olmas ekanman degan bir oxirgi yakuniy o'ziga xulosaga kelgan. Lekin bizni qabulimizga kelgan bemorlarda azospermiya kasalligi qo'yilgan bemorlarda eng o'sha kami uylanmagan bolalar kelgan, tekshiruvdan o'tgan azospermiya chiqqan, urug' foizlari 0 chiqqan ularni operatsiya qilib urug'lar topganmiz. Eng uzog'i o'sha 25 yil, 30 yillab ayol bilan yashagan, urug' foizi 0, haligacha farzandi yo'q, operatsiya qilib tuxumlarni urug' olib bergan holatlarimiz bo'lgan. Azospermiya kasalligida tekshirilgan asosiy analizlarimiz bor. Bular birinchi o'rinda gormonal analizlar hisoblanadi. Sababi o'sha boya aytib o'tdim, tuxumlardan urug'lar ishlab chiqariladi dedim. Mana shu tuxumlardan urug'lar ishlab chiqarilishini miyadan chiqadigan gormonlar boshqaradi.
miyadan chiqadigan bu gormonlarning tuxumga ta'siriga qarab sizdagi azospermiyani holatlarini belgilab o'tamiz. Hozir bu gormonlarning nomi yoki gormonlarning tuxumga ta'sir qilishini gapirib berganim bilan baribir sizlar zo'r tushuna olmaysizlar, chunki tibbiyotdan xabari yo'q odam bu narsani tushunish qiyin bo'ladi. Shuning uchun iloji boricha oddiyroq tilda tushuntirishga harakat qilaman do'stlar. Aynan mana shu gormonlarni tekshiramiz, spermogramma hamda tuxumlarni uzuy qilamiz, ya'ni razmerini aniqlaymiz. Bundan tashqari genetik har xil tekshiruvlar olib boramiz. Azospermiyaning 3 xil turi bor. Yengil, o'rta hamda og'ir turi bor. Yengil turida qanaqa bo'ladi? O'rtoqlar, miyadan chiqadigan gormonlar bor. Ikkita gormon FSG, LG deyiladi. Nomini eslab qolishingiz shart emas. Tasavvur qilinglar, bu FSG urug' ishlab chiqarilishini, LG testosteron ishlab chiqarilishini boshqaradi. Bu miyadan chiqadigan boshqaruvchi tizim. Tasavvur qiling, miya bu direktor, boshliq. Bu tuxumda moddalarni, o'sha mahsulotlarni ishlab chiqarish uchun o'zini kuchini yuboradi. Ya'ni ish boshqaruvchisini yuborib safarbar qiladi. Safarbar qiladi, bu normada bo'lsa bu gormonlar, demak, zavod yaxshi ishlayapti degani. Misol uchun sizni ham qandaydir mahsulot ishlab chiqaradigan zavodingiz bo'lsa, siz zavodingizga ish boshqaruvchingizni qo'yasiz. Zavodda mahsulot yaxshi chiqarayotgan bo'lsa, zavod zo'r ishlayotgan bo'lsa, ish boshqaruvchini almashtirmaysiz yoki qo'shimcha ishchi kuchini talab qilmaysiz, to'g'rimi? Xuddi shunday miya ham zavod yaxshi ishlab turgan holatda hech qanaqangi qo'shimcha kuchlarni safarbar qilmaydi. Endi ikkinchi narsa tuxumlarning razmeri. Tuxumlarning razmeri nimaga bog'liq desangiz, doim tuxum normada razmerda bo'lsa, tuxumning razmeri katta bo'lsa, u tuxumdagi o'sha resurslar ham ko'p bo'ladi va tuxumni urug' ishlab chiqarish imkoniyati baland bo'ladi. Tuxum qancha kichkina bo'lsa, undan urug' chiqish ehtimoli ham shunchalik og'irlashib ketaveradi. Endi yengil, o'rta, og'ir turini qanday aniqlaymiz? Tasavvur qiling, azospermiya kasalligi sizda bor va sizdagi gormonlar bilan uzuy analizini tekshirganimizda gormonlar normada turibdi, uzuyda tuxumlaringiz razmeri kichkina yoki teskarisi. Tuxumlaringiz razmeri normada, miyadan chiqadigan gormonlar buzilib ketgan. Ikkitadan bitta muammo bo'layotgan holatda sizda azospermiyaning o'rtacha og'ir turi bo'ladi. O'rta turi bo'ladi. Sizda gormonlar ham normada, tuxumlarning razmeri ham yaxshi bo'ladigan bo'lsa, sizda eng yengil turi bo'ladi. Sizda gormonlar ham buzilgan, tuxumning razmeri ham kichkina bo'ladigan bo'lsa, sizda eng og'ir turi bo'ladi. Va bularning barchasida, azospermiya kasalligining barchasida yechim mikroteziya operatsiyasi hisoblanadi. Ko'pchilik aytishi mumkin, birdaniga operatsiya qilasizlarmi? Dori-darmon bilan yechim qilishning iloji yo'qmi deb ayrim ekspertlar ham bizga shunday murojaat qiladi. Men dori-darmon bilan urug' chiqarganman deb. 100 ta azospermiya kasalligi bor bemorni oladigan bo'lsak, shulardan bitta yoki ikkitasida gormonal stimulyatsiya qilib tabiiy urug'larni chiqarish mumkin. Qolgan 99-98 tasi bu narsaning iloji yo'q. O'rtoqlar, sizlar qabulga kelganlaringda, sizlarning tekshiruvlaringga qarab, tabiiy o'sha stimulyatsiya, dori-darmon qilib urug' chiqarish ehtimoli bo'lsa, o'zingizlarga aytamiz. Birdaniga operatsiya qilinmaydi. Operatsiya qilishning o'zining ko'rsatmalari bor. Yoki stimulyatsiya qiladiganning o'zining ko'rsatmalari bor. Bir kunda qabulimga 10 ta 15 ta bemor keladi. Operatsiya qilib bering degan joyda ham operatsiya qilmagan holatlarim bor, chunki operatsiyaning maxsus ko'rsatmalari bor. O'z-o'zidan operatsiya qilinib ketavermaydi. Endi mikroteziya operatsiyasi nima? Mikroteziya operatsiyasi bu mikroskopda qilinadigan operatsiya. Tuxumni bevosita tashqariga chiqarib, tuxumni ochib, ichidan bevosita mikroskop yordamida urug'lar izlash operatsiyasi bu mikroteziya operatsiyasi deyiladi. O'rtoqlar, mikroteziya operatsiyasida bu maxsus eko markazlarda bajariladi. Xirurg bitta operatsionniy blokda operatsiya jarayonini o'tkazadi. Umuman og'riqsiz operatsiya hisoblanadi. Bunda maxsus anesteziya beriladi. Siz og'riq sezmaysiz, lekin xushingizda bo'lasiz. Bevosita siz ko'rib turasiz operatsiya jarayonini. Kim nima qilyapti, qanaqa jarayondamiz va o'sha qo'shni xonada maxsus embriologlar o'tiradi. O'sha eng zamonaviy 600 martagacha kattalashtirib ko'rsatadigan mikroskoplarda o'tiradi. Biz tuxumingizdan o'sha parchalarni olib beramiz. Mikroskopda qilinishimizdan maqsad mikroskopda ko'rib tuxumingizning eng yaxshi qalin parchalar, urug' ishlab chiqarish yaxshi, qonilanish yaxshi bo'lgan o'sha tochka zonalardan biz parchalarni olib qo'shni xonaga beramiz. Qo'shni xonada bu parchalarni maxsus mikroskopda qo'yib embriologlar tekshiradi va bizda xonada monitor bo'ladi. Monitorda sizni o'sha tekshiruv jarayoni bevosita ko'rsatiladi. Jonli efirda ko'rsatib turiladi. Siz bu jarayonni bevosita kuzatasiz. Va eng hayajonli, eng yaxshi joyi mana shu yerda. Urug' chiqqan holatda bemor hayotidagi eng xursandchilik kun bo'ladi. Eng xursandchilik lahza bo'ladi. Tasavvur qiling, nechtadir doktor sizga sen bolali bo'la olmaysan, foydasi yo'q, seni pushting yo'q, senga umuman dori ichimliklar foyda bermaydi, bo'ldi, ketaver degan joyda operatsiya qildik. O'sha qimillab turgan, sakrab yugurib turgan urug'lar ekranda ko'rinib turibdi. Bu juda ham bir xursandchilik holat. Mana shu holatda bemordan kam xursand bo'lmaymiz, bemor bilan bir xil xursand bo'lamiz. Sababi bir oilani farzandli bo'lishiga o'zingizni bir munosib hissingizni qo'shyapsiz. Bu juda ham bir katta baxt.
shifokor bo'lganingizda mana shu joydan juda ham bir faxrlanib ketasiz. Bemor bevosita ko'rib turadi. Aytib o'tishim kerak, 90%, 80% holatda bemorlarning ko'pi yig'lab yoradi mana shu holatda. Sizda urug' chiqdi aka, ota bo'lasiz degan joyda yig'lab yoradi. Nima uchun? Ular qanchadir umrini yo'qotdi, qanchadir umidini yo'qotdi, qanchadir o'sha mablag'ini yo'qotdi va eng muhimi oilasidagi bir ishonchni yo'qotdi. Va mana shu urug' foizi 0, sen ota bo'la olmaysan degan gapni orasidan nechtadir bemorlarim ajrashib ketgan, ikkinchi, uchinchi o'sha ayollarga uylangan va farzand masalasi bo'yicha ajrimlar kuzatilgan va mana shu narsalarning yig'indisi bemorda yig'i bo'lib chiqib ketadi. To'g'ri tushunaman bu bemorlarni. Mana shunday bir baxtli, mana shunday bir yaxshi lahza bo'ladi o'sha ekranda urug'lar ko'ringanda. Endi ekranda urug'lar ko'rindi, urug'lar topildi, bu yoq qanday bo'ladi deydi. Yaxshi sifatli urug'lar bo'ladigan bo'lsa, biz ularni muzlatib olib qo'yamiz va keyingi etapda bemorda urug' yo'lini tiklash amaliyotini qilsa bo'ladimi yoki bo'lmaydimi? Mana shu joyda operatsiyani o'zida aniqlik kiritilib, bemorning o'ziga aytib o'taman men. Doim. Misol uchun, aka, men ko'rdim, tuxumingizni hozir ochib turibman, tekshirdim, urug'larni olib qo'ydik. Urug' yo'lini tiklasa bo'ladi yoki bo'lmaydi deb aytaman. Har qanaqa holatda ham bemorlarga doim maslahat berganman. Birinchisini ekodan farzandli bo'lib olinglar deb urug'larni muzlatib qo'yamiz va keyinchalik ayolini juda ham bilimli va malakali reproduktologlarimiz bemorning ayollari bilan ishlashadi va ayollardan o'sha o'pu amaliyoti deyiladi, follikula terib olish va o'sha follikulalarni embriologlar laboratoriya sharoitida o'sha urug'larni chatishtiradi. Mana shu joyda eko deganda shaxsan o'zimni ham tanishlarimda shunaqa narsa bo'ladi. Nima ish qilasan desa, o'sha eko markazida ishlayman desa, yaxshi ishmas ekanda donor qilasizda deydi. Ko'pchilik o'sha xalqimizda shunaqa gap bor. Eko gapini eshitsa, bo'ldi, birdaniga donorga ketadi xayoli. Yo'q do'stlar, eko amaliyotini tabiiy o'sha homiladorlikdan farqini sizga tushuntirib o'taman. O'zbekistonda hech qanaqangi donordan foydalanilmaydi. O'zbekistonda bu qonun tomonidan ham, din tomonidan ham zid. Birinchidan, ikkinchidan bu ikkita narsaga ham biz qaramaymiz. Biz o'zimizning ham vijdonimiz bor. Xudoga shukr, musulmonmiz. Ekoda donordan biz foydalanmaymiz. Endi tabiiy homiladorlikda ayol kishining bachadon naylarida follikulalar yetishadi. Va bachadon naylarida yetishgan follikulani aloqa paytida o'sha bachadonga to'kilgan urug'lar tomonidan kelinib, bitta urug' o'sha follikulani urug'lantiradi va o'sha yerda embrion hosil bo'ladi. Mana shu embriondan keyinchalik homila paydo bo'ladi. Eko jarayonida esa aynan ayol kishining bachadon nayida bo'ladigan o'sha holat, jarayon bachadon nayida emas, laboratoriya sharoitida amalga oshiriladi. Aynan farqi shunda, bo'ldi. Boshqa farqi yo'q. Ko'pchilik aytadi, ekodan tug'ilgan bola bepush bo'ladimi? Ekodan tug'ilgan bola nogiron bo'ladimi? Ertaga yaxshi yashab ketmaydimi? Uzoq umr ko'rmaydimi deydi. Yo'q, do'stlar. Xudo bergan umrni ko'radi ular ham. Tabiiy tug'ilgan boladan ularning farqi bo'lmaydi. Faqat bitta farqi ularning urug'lanish jarayoni laboratoriyada sharoitida bo'lgan. Tabiiy o'sha urug'lanish jarayoni esa bachadon nayida bo'lgan. Farqi shunda. Eko amaliyotida keyin o'sha ayolga transfer qilib qo'yib beramiz. O'zini urug'idan, o'zini ayolning follikulasidan foydalaniladi va ayoli xudo xolasa homilador bo'lsa, keyingi o'sha hosil bo'lgan embrionlar muzatilib qo'yiladi va keyinchalik yana farzand ko'rish talabida bemorimiz kelsa, o'sha muzatilib qo'yilgan tayyor embrionlari ayolning bachadoniga qo'yib beriladi va mana shu bilan xudo xolasa urug' foizlari 0, azospermiya kasaliga qo'yilgan va yillar davomida har xil keraksiz davo choralarini olib, har xil ekspertlar tomonidan sen bolali bo'la olmaysan, foydasi yo'q degan gaplarni eshitib, urug' chiqib xursand bo'lgan bemorimizni oilasida chaqaloq ovozi eshitilinadi. Sizda ham urug' foizlari 0 bo'lsa, azospermiya holati bo'lsa va bepushlikning har qanday barcha turlari, yengil og'ir turlari bo'lsa, bizning klinikaga murojaat qiling. Bizning klinikada har bir analiz tekshiruvlar eng zamonaviy apparatlarda va eng bilimli, malakali ekspertlar tomonidan amalga oshiriladi va o'sha maxsus operatsiyalar bo'ladimi yoki davo choralari bo'ladimi, hammasi eng zamonaviy metodlar yordamida, eng zamonaviy o'sha ekspertlar tomonidan amalga oshiriladi do'stlar.